Rahmat sizga. Umringiz Xudo xolasa mana Og'abek bilan gaplashib oldik bugun. Kechagi bo'lib o'tgan voqealarni, keyin mana primo qo'ygan joylarimni. Assalomu alaykum butun dunyo. Maniga 5-g'alabani ham qildik. 20 kunlik Troya Chirchiqdagi zalda faqat va 20 kunlik ko'chadagi общий 40 kunlik chilla deb atalmish trenovka bilan g'alaba qozondik. Bugun 20 kun meni trenovka qildirtirgan, sal qiyshiq-meshiq zarbalarimni to'g'irlagan Bovurjon akani qo'l haqqini beramiz birgalikda. Jonlaring sog' bo'lsin, haqqiga duo qilib qo'yinglar. Rozichiligini olgan yaxshi. Ketdik. Men trenovka qilgan zalda jahon chempionlari ham chiqqan. Undan tashqari O'zbekiston chempionlari MMA bo'yicha. Bu o'zi mehnatkash bolalarning joyi. Bu zalda Chirchiqda hamma biladi. Endi esa Saturn biz O'zbekistonga mashhur qiladi. Bu Bovurjon MMA. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum Ustoz mendan xafa. Bunga sabab men mikrofonda emotsiya berilib, bilasizlar, sal mikrofon berilganda men tog'dan kelaman, bir bog'dan kelaman, shu bilan xayoldan chiqib ketdi. Ustoz ming bor o'zi yosh qilib qo'ydim, bilaman. Prosta. Rahmat sizga. Umringiz Xudo xolasa mana Og'abek bilan gaplashib oldik bugun. Kechagi bo'lib o'tgan voqealarni, keyin mana primo qo'ygan joylarimni kelishib oldik. Xudo xolasa bu hammamiz insonimiz, kamchiligimiz bor. Shuning uchun kelishib bitta ichimga oldik, bitta komanda bo'lganimizdan keyin kelajakka yaxshi maqsadlarni qo'ydik. O'shanga yarasha birga harakat qilamiz xudo xolasa. Inshaalloh. O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarish uchun xudo xolasa kun men mehnat ko'raman. Endi men bugun gonorarimni oldim. Xudo xolasa ozgina yoqdan qarzim bor, bu yoqdan qarzim bor, onamga, otamga atagan va yaxshilikka atagan o'sha gonorarimni qismlari bor. Bugun endi oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz ustoz. Men rozi bo'lsam. Men roziman. Mingdan ming. Bu qo'l haqqi, Bu gonorar, bu meni mehnatim. Bu oddiy pul, dollar gap bo'lish emas, lekin bu bizning mehnatimiz. Bu gonorar qayerga ketadi? Bu gonorar zalga kiradi. Zalga perchatka, yosh bolalarga lapa, o'shaga ishlatamiz. Faqat rozi bo'lasan. yo roziman. Mingdan ming roziman. Bu men peshona terim. Xudo xolasa inshaalloh men million dollarlarga urishaman. Sizlar pardishga qilib turinglar. Men qo'lladim. Shukr. Hali men zalda boshladim. Endi men endi qo'shiraman bitta hali. Xudo xolasa hammasi Alloh aytganman.